Hürmetli vatandaşlarım, biz şundaq bir paytda bir işe g'iz gap qilishni yoki muhokama qilishni loyiq topdik. Muhokama qilishdan avval Christmas bayrami Amerika Qo'shma Shtatlarining, Amerika xalqining Christmas bayrami yetib keldi. Men shaxsiy o'zim shu munosabat bilan Christmas bayrami bilan Amerika Qo'shma Shtatlari xalqini, shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti va prezidentning hukumat a'zolarini Christmas bayrami bilan tabriklayman. Dal mush kunda bugungi leksiyamda men ikki so'zni yoki ikki kishining so'zini yoki ikki nafar kishining yuqori darajali ikki nafar kishining so'zini sizlarga yetkazdim, nutqini sizlarga yetkazdim. Birinchisi navbatdagi Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaroyda prezident Trump hukumatining bexatarlik bo'yicha maslahatchisi Mahmatisining Londonda so'zlagan so'zi. Geopolitikalik siyosat yana qaytib keldi. Ya'ni geopolitikalik siyosat hozir 3 elish bilan birga qaytib keldi. Qaltis gap. Siz bu gapni mazza qilib o'ltirib turing. Ikkinchisi Aqsaroyda maslahatchi bo'lib ishlagan, hozir Yaponiyada ziyoratda bo'layotgan Steve Bannon. Chunki to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining davlatining ittifoqdoshlari Jungoga qarta yangi siyosat belgilash davriga kirdi. Ya'ni nima dedi? 25 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Jungoga yo'l qo'yish siyosatini qo'llanib keldi. Sukut qilish siyosatini qo'llanib keldi. Endi bu oxirlash kerak. Hozir Jungo siyosati belgilanish kerak. Ya'ni shundaq davrga kirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo siyosatini belgilaydigan davrga kirdi. Men shu so'zlarning ilhomi va ta'siri ostida bir ishga gap qilishni loyiq topdim. Steve Bannon apandi, siz bilasiz, sobiq prezident Obama, masalan, olayli, sobiq prezident Obama 2009-yil 7-oyning 5-kuni Uyg'uristonning Urumchi shahrida Uyg'urlar namoyish qilib Xitoyning Shouguandagi ishlamchi Uyg'urlarni bostirganligi, qirg'in qilganligini qonun orqali surishti qilib, jinoyatchini sudga tortishni talab qildi. Tinch yo'llar namoyish qildi. Dal shu kuni 7-oyning 5-kunida kech tarafda Xitoy hukumati askar chiqib, Uyg'urlarni qirg'in qildi. Dahshatli qirg'in qildi. Buning qarta Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati ifoda bildirish kerak. Ifoda bildirdi. Masalan, shu vaqtdagi davlat ishlar kotibi Hillary Clinton xonim har ikki taraf o'zini tutib olish kerak. Bu toza mintaqaga tushmaydigan bir ifoda bildirish bo'lib qoldi. Uyg'urning qo'lida ya qurol bo'lmasa, ya uning qarshilik ko'rsatgan qo'shini bo'lmasa, faqat namoyishchilar, stixiyalik holda ko'chaga chiqqan namoyishchilar. Xitoy bularni qurolliq bostiryapti. Masalan, Hillary xonimning shu vaqtdagi bayonoti siyosiy mintaqadan sal yiroq bo'lib qoldi. Buni qo'yib turaylik. Prezident, shu vaqtdagi sobiq prezident Obama dal shu kuni 7-oyning 5-kuni Moskvada, Kreml sarayida Vladimir Putin bilan suhbatda o'ltiradi. Muxbir keyin muxbirlarni kutib olish yig'inida savol qo'ydi. Shundaq dediki, hozir Urumchida qirg'in bo'layotdi, namoyish bo'layotdi. Sizning buning qarta fikringiz qanday dedi? Biroq sobiq prezident Obama shu vaqtda Moskvada Kremlda Vladimir Putin bilan birga o'ltirgan yerda dediki, mening bu ishdan xabarim yo'q ekan. Vatandoshim, mening ishim chiqqandan beri Amerika Qo'shma Shtatlari bu davlatga muhabbat qo'yib, Amerika Qo'shma Shtatlari davlatining siyosatiga har zaman diqqat qilib kelayotgan shu kungacha Amerika tarixida hech qanday bir prezident dunyoning bir burjikida bo'layotgan qirg'inchilikqa nisbatan ko'z yumgan emas. Ona tegishli ifoda bildirgan. Masalan, Bill Clinton, sobiq prezident Bill Clinton 1997-yil 2-oyning 5-kuni, ya'ni shu Xitoy shu vaqtda Uyg'urning eli o'lkasi G'ulji shahrida bostirganda ifoda bildirdi. Biz millat masalasini zo'ravonlik bilan bir taraf qilishga qarshi turamiz dedi.
Şundaqlı şu vaqtda 3-nji aýynyň 18-nji günide Birleşken Devletler Teşkilatı bayanat elan kılıp, biz milletler meselesini muvaffaq, tinç yol bilen bir tarap kılışdy ümit kılymyz. Amerika Qoşma Ştatlarynyň prezidenti, sabyk prezidenti Bill Clinton 1997-nji ýyl 2-nji aýynyň 5-nji güni bayanat elan kılıp, milletler meselesini kırgınçylyk bilen, zorballyk bilen bir tarap karışdyrmyz. O Amerikanyň prezidenti. Hoş. 2009-njy ýyl 7-nji aýynyň 5-nji güni, ýani şu Xitay, ýani şu Uýgurlar ürümçi namaýyş kılgan kırganda prezident, sabyk prezident Obama neme üçin bundaq inkas gaýtdy? Men hazır Steve Bannon'un sözüge tatbiklap sözlesem, sabyk prezident Obama 8 ýyl Xitayga sükut kıldy. Xitayga sükut kıldy. Bu 8 ýyl Xitay sükut kılışdan, Amerika Qoşma Ştatları hökümetiniň sükut kılışdan paýdalanyp, bu 8 ýyl Uýgurlaryň kollyk basýan 8 ýyl boldy. Bugün ende hazır bunu men emas. Evvel Steve Bannon äpendi hulaslap çykdy ki, Amerika Qoşma Ştatlarynyň hökümetleri 25 ýyl mabeynide Jüngüge sükut kıldy. Şoňa Jüngü bugünkidek ýoganap ketdi. Yakında biz qaraymiz ki Amerika Qoşma Ştatlarynyň siýasety zor özgürüş boldy. Mesela alaylyk 2016-njy ýyl 12-nji aýynyň 10-njy günide prezident saýlamdan ötkendiň ken, prezident Trump saýlan bolup saýlangandan ken bir jüngü siýasy dogrusyda ifade bildirdi. Bir jüngü degen nime o? Biz o dogruda gaýta oýlaşymyz dedi. Gaýta oýlaşyk boladigan bir gep bu dedi. Gaýta sözleşik boladigan bir gep bu dedi. Lekin ýene diplomatik münasibetlerini nazarda tutup, ýa-da bolmasa jüngü hökümetiniň ýalwuruşlaryny nazarda tutup, prezident Trump wagtynça bir jüngü siýasat goýupdy. Endi kileýlik, däl bu şu wagt bir ýyl ötkendiň keyin. Ýani 2017-nji ýyl 12-nji aýynyň 12-nji günüge kelgende prezident Trump memnuniyetini söz edem, Irak şertlik Taýwanga münasibetlik 2018-nji ýyllyk Amerika Qoşma Ştatlarynyň döwlet müdafiýasyga hukuk beriş siýasy kanun laýhasy imza koýganda bir ýyl taşga wagt idi. Biz bundan hoş boldyk. Şoňlaşga muşu siýasetler tüpeýli, muşu kanunga kol imza koýganlygy tüpeýli. Bugünkü günde biz prezident Trump hökümetige rahmet eýtimiz. Çünki bu intaýyn nazyk mesele. Şundakla yana bir kanun laýa Amerika Kongresi, Amerika Döwlet Mejlisi makullagan yana bir kanun laýa Taýwan seýle seýahat kanuny. Bu kanunma belki taýýarlanyp bol. Prezidentimiz Trump äpendiniň bu kanunga imza koýuşyny ümit kılymyz. Talep kılymyzda emas, ümit kılymyz. Yani keyinki jerýan keyinki gepga. Enlikde kileýle. Hazır Steve Bannon dedi. Amerika Qoşma Ştatlary we Amerika Qoşma Ştatlarynyň ittifakdaşlary jüngüge garta siýasat belgileş däwrine kirdi. Men ýani şonu Amerika Qoşma Ştatlarynyň prezidenti Trump äpendiniň hökümet äzalarynyň sämige selip goýuşyny laýyk tapdym ki, bunundan burun däl jumhuriyetçilerden Amerika Qoşma Ştatlaryga prezident bolup saýlangan sabyk prezident George Bush döwründe George Bush 2005-nji ýyly 5-nji aýynyň 6-njy güni Latviýanyň Riga şäherinde nutq sözlep şondaq dedi. Ýaltyjygyny intaýyn zor tarihi hatalyk idi. Prezident Bush şondaq dedi. Ýaltyjygyny intaýyn zor tarihi hatalyk idi. Hazır ardy 10 ýyl, 11 ýyl wagt ötdi. Bugün biz prezidentimiz Trump hökümetiga Amerikanyň siýasy ýollaryga däl Xitay karşı siýasat belirleýän däwrige kirgen muşundaq bir peýtde däl geopolitikalyk siýasat däwri ýene gaýtyp geldi, belki öç eliş bilen başlandy diýilgen muşundaq bir peýtde. Biz Amerika Qoşma Ştatlary Amerika halkydan mürajaat we talep kılymyz ki, iltija kılymyz ki, intizarlyk bilen şunu talep kılymyz ki, endi 1945-nji ýyly
2 ayının 14 günü, 15 günü imzalangan, 2 ayının 11 günü imzalangan Yalta konferensinin Irak Şark strategiyasini bekar kıladigan vaqt geldi. Belki bu vaqt keçip kaldı. Däl şu vaqt geldi. Biz şu Amerika halkının bu stratejik siyasetini, Irak Şark strategiyasini bekar kılışını ümit kılamiz. Bu yukarıda deyilgen geopolitikalik siyasetke. Mesela şu vaqtda Yalta konferensida Uyghur meselesi, Manjuriya meselesi, Mongoliya meselesi, Dalian portu meselesi, bugünkü Çavuşan meselesi, şundaqlı Şarkı Avrupadaki devletlerin Rusiyaga beqindi qilib berish meselesi qatarlı. Dunyoviy siyasetler qatarida biz Uyg'urlarning taqdiri belgilangan edi. Biz Uyg'urlarning bugünkü taqdiri belgilangan edi. Şunlaşqa biz Amerika Qo'shma Shtatlarining endi bugünkü davrda, masalan, Rossiya yemirilgandan keyin, Sharqiy Yevropa ozod bo'lgandan keyin, Baltiq bo'yidagi 3 davlat mustaqilligini asli keltirgandan keyinki, masalan, O'rta Osiyodagi davlatlar mustaqil bo'lgandan keyinki bugünkü davrda biz bu qudratli Amerika Qo'shma Shtatlari davlatining qudratli prezidenti Trump apandining 1945-yil 2 ayning 11 kuni imzolangan Yalta konferensining Irak Şark strategiyasini bekar qilishini umid qilamiz. Chunki Yalta konferensiyasining Yevropa strategiyasi 1989-yil 11 ayning 9 kuni Berlin timi o'rilgandan keyin, Germaniya birlashgandan keyin Sharqiy Yevropa ozod bo'lib, Germaniya birlashib, Yalta konferensining Yevropa strategiyasi bekar qilindi. Endi ish qolgani faqat Yalta konferensining Irak Şark strategiyasi. Bizning talabimiz shuki, Prezident Trump apandi nayta jur'atli holda siyosat belgilayapsiz, biz uningdan xo'sh bo'lyapmiz. Endilikda mushu siyosat unutilib qolmasa, balki bu jiddiy paytda ham buning jiddiy muomala qilishni buyuradi. Chunki 21 million Uyg'urning masalasi bor. Bugun biz 2000-yildan 5-da Amerika Kongresi Tamlantos Kakbos, yani kişilik hukuk programmasının başlıklarından biri McCauran apandining Tibetga Dalay Lama'nın qaytish to'g'risida Jungoning yo'l qo'yishini, shuning uchun davlat masalasida aktual harakat qo'llanishni eng oxirida shunda chaqiriq qildi, Jungoga murojaat qildi. Jungo hukumatining ham Dalay Lama'ning Tibetga qaytishini, qarshi olishini, o'rinlashtirishini Jungo hukumatining shu yo'lni tutishini umid qilaman. Şahsen ben şimdi ümit qilaman. Şundaqlı şu qatarda Reis Xi Jinping'e qo'ydigan talabimiz shuki, siz ham dunyoning hozirgi vaziyatiga moslashib, sizning qiladigan ishingiz ham shundaqki, Reis Xi Jinping 1949-yili 1-ayning 31 kuni Shibaypoda Rossiyalik Mikoyan bilan Mao Zedong suhbatlashgan yig'inning suhbat xotirasi.